Rent Pro. Teplовизор. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Rent Pro'ning bugungi obzorida teplовизор. Misol uchun ustida teplopol trubasini teshib qo'yishdi. Bizda yechim bor. Teplовизор. Mana o'zining dokumenti bor, sertifikati bor, ishlash instruksiyasi bor, o'zining zaryadkasi bor. Mana misol uchun mana buni issiq suv deydi. Sizdirib oldi. Issiq suv. Ko'rmoqchisiz, qayerdan o'chishga ketyapti. Mana shunda ko'rsatib turadi. 33 gradus, 45 gradus. Bundan tashqari o'zini lampochkasi ham bor. Agar kechki payt ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana yonib o'chadi. Bu hozir ochiq holatda ko'rdi. Mana misol uchun kafelni qo'ydi. Kafelni tagidan ham ko'ringlar mana. Svetni o'chiramiz. Shundoq mana ko'rsatib turadi. Qayerda o'chishga bo'lgan. Mana misol uchun mana bu suv, mana bu suv. Kimga shunaqa teplовизорlar arendaga yoki sotuvga kerak bo'lsa, Rent Pro 24/7 dostavka xizmati bor. Любой время telefon qilinglar, yetkazib, ekstreni ham yetkazib ko'rsatib beramiz.